Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Eng oxirgi darsimizda biz Pythondagi boolean data typelar haqida gaplashgan ekanmiz. Bu safar Python operators mavzusiga o'tamiz. Operators are used to perform operations and variables and values, ya'ni o'zgaruvchilarni va qiymatlarni almashtirish uchun ishlatiladi. Masalan, bitta plus ham operator, ya'ni ish bajaradi. 10 ga 5 ni qo'shib 15 degan qiymat chiqarib beradi. Qo'shish, ayirish mumkin bo'ladi. Har xil operatorlar bor. Mana arifmetik operator degani o'sha qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish degani. Assignment operators degani tenglash, ya'ni qiymat berish. Buni mana ko'rishingiz mumkin. Mana teng, plus teng, minus teng va hokazo bilan batafsil gaplashib chiqamiz. Ya'ni oddiy teng, x teng 5 deb qiymat e'lon qilamiz. Plus teng degani masalan qisqa yozish. Mana x plus teng 3 degani x barobar x plus 3, ya'ni o'sha sonni o'ziga 3 qo'shib qo'y deyishdi. Osonroq varianti masalan, soddaroq varianti. Juda murakkab emas. Minus ham xuddi shu. Minus teng 3 deganda o'sha sonni o'zidan 3 ta ayirib o'ziga tenglab qo'yish nazarda tutiladi. Ko'paytirish ham, bo'lish ham, foiz olish ham. Foiz olish operatori nima degani? Masalan 15 foiz 7 degani 15 ni 7 ga bo'lamiz, 2 chiqadi va butun qolgan qismi qoldiq 1 qoladi. O'sha qoldiq foiz operatori orqali olinadi. Xo'p, bitta bo'lish va ikkita bo'lish haqida ham endi gaplashamiz. Bitta bo'lish kasr bo'ladi, ya'ni float bo'ladi. Xo'p, kelinglar onlayn Pythondan foydalanib turaylik hozircha. Xo'p, masalan mana farqni o'zimiz ko'ramiz. Xo'p, mana print 3 oddiy bo'lish 5. 3 oddiy bo'lish 5 qilsam float deb tasavvur qiladi, ya'ni kasr son deb tasavvur qiladi va 0.6 chiqarib beradi. Xo'p, agar ikkita bo'lish qo'yadigan bo'lsam, butun son deydi. Ya'ni natijani butun yechishim kerak deydi. Masalan, do'konga kirganimizda 2,5 ta non bering deya olmaymiz. O'sha unaqa narsalarda butun son yechishimiz kerak bo'ladi. Butun son deb o'ylaydi mana. 3 ni 5 ga bo'lsam 0.6 deydi. Uni butun qismi 0 bo'ldi, 0 chiqaradi. Mana. Agar mabodo buni 8 qilib qo'yadigan bo'lsam, 1.6 bo'ladi. Buni ham kasr qismini tashlab faqat 1 chiqarib beradi. Xuddi shu qisqacha. Bularni qolgan qismini boshqa dadalar o'tganimizda o'rganib olamiz. Arifmetikni ko'rdik. Comparison degani solishtirish. Tengmi? Ikkita son teng bo'lsa, true false qiymat qaytarib beradi. Masalan, mana 8 5 ga tengmi desak, tengmas, shuning uchun false qiymat qaytarib beradi. Buni aynan 8 ni 5 ga tenglash ko'ringanda g'alatiga o'xshaydi. Ya'ni lekin mana bu yerda mana x teng 5 mi deb turib tekshirishimiz mumkin-da. Tepada o'zgaruvchilarimizda. Mana bunda true deb chiqaradi. Xo'p, bu yog'i matematik. Katta, kichik va hokazolar ishlayveradi. Kichik yoki teng, katta yoki teng, xuddi matematikadagi belgilar. Ortiqcha tushuntirish shart emas, bemalol, lekin hammasini o'zlaring yozib sinab ko'rishlaring kerak. Hammasiga mana try qilib turib. Logical operators and or not. Bu ham bitta mavzu. Xo'p. Endi boshladik, alohida qilib o'tirmayman. Xo'p, nima qilamiz? Masalan, logical degani mantiqiy operatorlar matematikada ham bor va yoki hayotda ham bor. Masalan, men odatda misol keltiraman. Bitta narsa olgingiz keldi, ikkita sherigingiz bor. Ya'ni yoki aytaylik, pulni dadangizdan yoki ayangizdan olasiz. Dadangizdan olasiz aytaylik. Xo'p, bitta narsani olgingiz keldi. Endi shart bo'ladi hayotda. Birinchi o'rinda dadangiz o'sha narsa uchun pul bersa va keyin o'sha narsani rostdan borib olgingiz kelsa, keyin olasiz. Ya'ni do'konga kirdingiz, bitta narsa yoqdi. Endi bitta shart bajarildi, yoqdi va endi cho'ntagingizda pulingiz bo'lsa olasiz. Ya'ni ikkita shart. Pulim bo'lsa va o'shani istasam olaman, istamasam ham olmayman. Masalan, yoqmasa ham, pulim bo'lmasa ham ilojim yo'q, ola olmayman. Xo'p, masalan mana o'sha berilgan x soni 5 dan katta bo'lsin va
yoki 3 dan katta bo'lsin deylik hozir. 3 dan katta bo'lsin va toq son bo'lsa, bizga true chiqarib beradigan shart beradigan bo'lsak, mana end qo'yamiz va endi toq son bo'lsin degani o'sha x ni 2 ga qoldiq olsam tengmi 1 ga degani mana. Toq sonlarni qoldiq olsam 1 qoladi. O'sha toqligini ta'minlab beryapti bu. Bu 3 dan kattaligini ta'minlab beryapti. 5 ga qaraymiz rostdan 5 dan 3 dan katta toq sonmi? Ha. Bu yoqda ham mana true chiqib keladi. Moda mana 12 3 dan katta, lekin 90 emas. False chiqish kerak mana. Xuddi shu. Katta kichik logical operator ham shu. And or not. Or deb qo'yish mumkin. Masalan, sonim 10 dan katta bo'lsin yoki minus 3 dan kichkina bo'lsin. X 10 dan katta yoki x minus 3 dan gram kichkina bo'lsin. Ya'ni shu minus 3 oraliqdagi son bizga kerak emas. Qolgani kerak. Yoki masalan bizga aytaylik, bo'y kimdir bo'yini aytaylik, masalan 1.90 dan yuqori nimadir novcha odamlar kerak va bizga 1.65 dan past odamlar ham kerak. O'sha 1.65 dan 1.90 oralig'idagi bizga umuman kerak emas. O'shaning uchun ajratib olamiz uni. Aytaylik, bo'y 1.75 bo'lsa, bu oraliqda tushmaydi, false bo'ldi, bizga olmaymiz deydi. False. Mabodo bo'yi 1.50 bo'lsa, qiladi, true, to'g'ri keladi, ya'ni pastda birinchi oraliqqa to'g'ri keladi. Xuddi shu holatda endi not teskarisi degani. Masalan, oddiy shu holatda bitta mana x 100 dan katta desam, true chiqadi. True. Endi shuni prosta shunchaki teskarilantirib qo'ymoqchi bo'lsam, not deb qo'yaman. Mana false. O'zi aslida true chiqdi. Shuni inkor qilib almashtirib false qilib qo'ydi. False ni teskari qilib qo'yaman. Masalan, 90 beradigan bo'lsam, 90 100 dan katta emas. False chiqadi va false not qilsa true bo'lib qoladi mana. Bular hozirgi misollarimizda mantiqsiz tuyuladi, lekin masalalar yoki dastur yozish davomida bu narsa juda ham kerak bo'ladi. Identify is not. Bular ham hozir shart emas. Membership operator in. Buni ham to'plamdan o'tganimizda ko'ramiz. Bu ham hozir shart emas. Bitwise operator ham kuchli algoritm uchun kerak. Bu ham hozir shart emas. Operator precedence degan operatorlarda ketma-ketligi. Xuddi matematikada mana birinchi qavs bajariladi, ko'paytirish bo'lish bajariladi va hokazolar bor. Buni batafsil o'zdan shu page-ga o'tib ko'rib olishlar mumkin. Code challenge bor ekan, balki bajarib ko'ramiz. Create to variable va hokazolarni bajarib ko'rasizlar code challenge. Xo'p, savollar bo'lsa kommentariyada kutamiz. Keyin qolgan jiddiyroq talablarga o'tamiz. Mana list, tuple, set va hokazo.